quyoshning zarri nurlari ila yerdan bosh ko'targan maysalar, atrofda ko'klamning eng go'zal manzaralari, doshqozonlarda qaynayotgan sumalak ifori olamni tutadi. Sochlariga jamalak taqqan qizlarning sho'x kuy qo'shiqlarga raqsga tushishlari barchaga a'lo kayfiyat bag'ishlaydi. Ularning barchasi yangilanish, yasharish ayyomi, Navro'z olamning eng chiroyli dasturlari desak adashmaymiz. Bugun ana shu ayyom Termiz shahrida ham yuqori kayfiyatda nishonlanmoqda. Navro'z bayramini ko'tarinki ruhda kutib olyapmiz. Barcha xalqimizni ushbu Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim xonadonlarida qut baraka arg'asin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha bahor bayramini mana shunday kutib olaylik. Qariyb 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Navro'z bayrami zamirida xalqimizning qadim qadriyatlari, urf-odat va an'analari mujassam bo'lgan. Shundan bo'lsa kerak, biz har gal Navro'z bayramini nishonlaganimizda mana bunday chiroyli milliy hunarmandchilik ko'rgazmalari yo'laklarni bezaydi. Biz o'zimiz maktab ishlarini tashkilotda ishlaymiz. Biz qo'l mehnatlarini birinchi o'rinda bilishimiz kerak. Bolalarga o'rgatishimiz kerak. Yosh bolalar bizdan ta'lim-tarbiya olishadi. Bugun juda chiroyli bayram ekan. Navro'z bayramimiz muborak bo'lsin. Men butun shu bo'yjonlar nomidan, shaxsan o'zim nomimdan bugungi butun Surxondaryo viloyat xalqini Navro'z ayyomi, yasharish, yangilanish oyi bilan qizg'in tabriklayman.